Yaponiyaning Sanyo Shokai va TCI guruhi nomli ikki cho'ng kiyim-kechak shirkati Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi sababli atalmish Xinjiang paxtasi ishlatishni to'xtatgan. Yaponiya NHK kanalining xabar qilishicha, Sanyo Shokai kelar yili aytiyoz va yozdan boshlab kiyim-kechaklarga Sharqi Turkistondan kelgan paxtani ishlatmaydiganligini bildirgan. O'xshash bir vaqtda yana TCI guruhi bu yil kuz va qish faslidan boshlab atalmish Xinjiang paxtasi ishlatishni to'xtatganligi va buni qisqa oraliqda asliga keltirish plani yo'qligini aytgan. Xabar qilinishicha, Filippin oldin qatda Janubiy Xitoy dengizida Xitoy bilan bo'lgan jiddiylikdan keyin talash tortishdagi orolni qo'g'daydigan dengizchilarga yemaklik yetkazish uchun rayonga ishga ta'minlash paraxoti avatgan. Filippin davlat mudofaa ministri Delfin Lorenzana bayonotida mundaq dedi: G'arbiy Palawan rayonidagi dengiz armiyasi xodimlarini elib mangan ishki paraxot 2 Tomas Xodo toshqa joylashgan dengiz armiyasiga yetib kelish kerak. Egilinishcha, mablag' solg'uvchilar Xitoyning texnika sohasiga bo'lgan besimidan ansirab Hindistonga yuzlanmoqda. Xitoyning texnika magnati Alibaba va ijtimoiy taratquv magnati Tongshun qatorliq shirkatlarning pay chekida g'oyat zo'r ziyon keltirib chiqargan hukumat besimining eshishi bilan texnika shirkatlari mablag'ini Hindistonga yo'tkamoqda. Buning bilan Hindiston texnika sohasi jalb qilgan mablag'ning eshishi 2021-yili Xitoydan eshib ketdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya boylik taqsimlab yangi moliyani qo'zg'atish planida iqtisodiy bexatarlikni oshirdi ekan. Yaponiya hukumati iqtisodiy bexatarlikni oshirish uchun sun'iy idrok texnikasini taraqqiy qildirishga 500 milliard yen, ya'ni 4 milliard 400 million dollar mablag' soladi ekan. Xitoy Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi bilan bo'lgan munosabatini universal strategik hamkorlik darajasiga ko'targanligini e'lon qildi. Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi rahbarlari bilan o'tkazgan sinliq yig'inida mazkur ittifoq bilan bo'lgan munosabatini strategik hamkorlik darajasiga ko'targanligini e'lon qildi. Shi yana bu rayonda zo'migarlik izlamaydiganligini ta'kidladi. Belorussiya Polsha chegarasida Yevropaga ko'chib kirmoqchi bo'lgan taxminan 2000 odam chegara rayonidagi Yipx rayonidagi qiyin turmush sharoitida saqlamoqda. Xalqaro yordam tashkilotlarining vakillari orqa-orqadan Belorussiyaning Grodnodagi Berozgi chegara rayonidagi ashyo oborot markazida turayotgan ko'chmanlarni yo'qlashga bordi. Turkiyada qari jamiyat kattavishi deb ayblangan va navbatda surgunda yashayotgan hamda patpat Turkiya hukumatiga qarshi e'lon qilgan sinlari bilan tonilgan Sadat Peker bu qitim Twitterda Uyg'urlar haqida uchur yo'lladi. U Turkiya davlatlarining Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga sukut qilishini ayblab, ular menga inkos qaytardi, lekin Uyg'urlar bilan kari yo'q. Uyg'ur qarindoshlarimizni pulga sotdi dedi. U yana Xitoyning yig'ilish lagerlarini ta'kidlab o'tdi.